Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videolarimiz nijavikadan yasaladigan nimaki ichida kirib ketadigan mahsulotlar bo'lsa, perilla, qirma, kaziro hamma ma'lumotlarni xudo xolasa bu videoda beramiz. Xudo xolasa biz videoda uzoqlashmay tursalar, ishlab chiqarish jarayonlari qanday holatda ishlab chiqariladi, qanday mahsulotlar batda yasaladi, hammasini sizlarga qisqacha ma'lumotlarni beramiz. Do'stlar, biz hozir Sharxonda Nazar Mahram mahalla fuqarolar yig'iniga kelganmiz. Yeko brendi asosida chiqayotgan perilla, barel, qirmalarni chiqarayotgan joyida kazirolar bor chiqarayotgan. Ularni tonni sizlarga yoritib beramiz. Bo'lmasa ketdi, akamiz o'zidan ma'lumot olamiz. Kiraveramiz va ichkariga showroom, birinchi showroomga kiraylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Keling aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Sizingizmi? O'zingizlarmi aka? Kelyapsizlarmi? Bizga aka endi ishlab chiqarayotgan mahsulotlaringni aka hammasini qisqacha ma'lumotlarni bersangiz aka, mana ko'ryapmiz chiroyli, bir-biridan chiroyli qirmalar aka, kazirolar yasab beramiz deyapsiz. Undan tashqari yana qanaqadir qo'shimcha yasab beradigan mahsulotlaring bo'lsa, ma'lumotlarni bersalar xursand bo'lamiz aka. Faqat o'zlaringni ishlab chiqarishi. Ha, bu yerda ishlab chiqarish asosan shu yerdan yuk chiqadi. Yuk chiqadi, shu yerdan. Ha, bu yer aksessuarlar, Bular ham stanoylarimiz ham bor, sotiladigan. Doimiy yo'l bilan olib kelinadimi? Asosiy. Bular olib kelinadi. Olib kelinadi, bular Xitoydan olib kelinadi. Aha. Stanoylar bor. Stanoylar. Lazer xizmatlarimiz bor. Lazer xizmatlari bor. Misol bu nijavikani o'zlarini hali ichlariga o'yma, naqshlar qilib bir xilga chiqaradi, naqsh qilish imkoni bormi? Ha, hamma funksiyasi bor. Hamma funksiyasi bor. Naqsh qilib beriladi. Naqsh qilib beriladi. Turbalarga, turba kesib berishlarga, chiqayotgan turbalar hammasi shatdozdan chiqadi. Ko'p mahsulotlar shatdozdan chiqargan. shu yerda o'zidan chiqadi. Shu yerda o'zida ziborka bo'ladi. Ziborka bo'ladi. Tayyor holatda Xitoydan seriya bo'lib keladi. Birinchi nimadan boshlanadi jarayon? Jarayon aka birinchi Xitoydan list bo'lib keladi. List mashq holatda keladi. Mashq holatda keladi, rulon holatda keladi. Rulon holatdan keyin turba bo'lib chiqadi. Turba bo'lib bu yoqqa o'tadi, turba bo'lib. Mana bitta ko'rsatdi, ichkariga kirib ketyapti. Stadion ichiga kirib ketyapti, daryodan turba bo'lib chiqadi. Bu yerdan turba bo'lib chiqib turib, polirovka jarayoniga o'tib, polirovka bo'lib, upakovka bo'ladi. Polirovka bundan keyin hozir turba bo'lyapti, hozir ham jarayon shu ketaveradi, turba bo'lib. Bu yoqni ko'rsatib oling. 10 yil garantiya. 10 yil garantiyasini 10 yil garantiyasini beramiz. 1 yil servis xizmati ham bor. Kerakmi hozir suv shu sovuq qolishini bilmayapti. Ha. Aylanmasligiga 10 yil kafolat beriladi. 10 yil kafolat beriladi. Turbalarda ustalarda xohishiga qarab turib, xohlagan razmerda kesib beramiz. Ha, xohlagan misol 10 sm 10 sm shunday o'zi iqvoda 10 metr qilib kesib beradi. Standart 6 metr bo'lib keladi bular. Misol menga joylari bo'ladi, uzun joylar 12 metrlik kerak. Ular qilmayman desa, 12 metr ham chiqarib bera olamiz. 12 metrgacha chiqarib 12 metr, undan yuqorini ham chiqarib bera olamiz. Undan yuqorini chiqarsa bo'ladi. Eshitilaylar. Alloh ishlab chiqarish. Biz o'zimiz ham ko'p qilganmiz, uzun joylarga uloq solmasdan bitta butun qo'yib berib chiqqanmiz. Bu hozir 6 metrliklarmi aka? Bular 6 metrliklar. 6 metrlik. Bular qayerdan chiqqan mana kichkinalar ham? Bu kichkinalar ham shu yerdan chiqadi. Bu yerdan polirovka jarayoniga o'tadi. Hatto hozir o'sha ko'rsataylik. Bunisi turba, profil ichida disklarni o'zgartirib, profil chiqarsa ham bo'laveradi. Shatdozda profilni ham moslatib chiqarib yuborsa bo'laveradi. Bu apparat qanaqa apparat aka? Bu ashi polirovka apparatimiz shu bo'ladi. Polirovka apparat shu bo'ladi. Hozircha polirovka jarayoniga o'tishgan yo'q. Aha. Bu yerdan turbani kirgizib olib, naradan chiqarishadi, tayyor mahsulot bo'lib chiqadi. Yaltiraq svet bo'lib chiqadi. Go'zal bo'lib chiqadi. Bo'lib chiqadi. Undan keyin jarayon Bundan keyin sotuv bo'limiga. Sotuv bo'limi. Bu yoqda o'sha nimalar skilatlar o'sha yerga qo'yiladi, teriladi. O'sha yerga teriladi. Teriladi. List mahsulotlarimiz ham bor. List mahsulotlar 300, 201, 304 markalilarimiz bor. Xohlagan razmerida chiqadi. Chiqadi. Xohlagan razmerlari bor. Har xil bir xil joylarda ko'ramiz, naqshlar qilib o'yma, nijaliklar shunaqa narsalar o'zi qanday mahsulotlar chiqadi bundan o'zi? Bulardan asosan aka samovar bu narsalar yasashadi. Hozir darvozalar ham nirjavika qo'yishyapti aka, gold svetlari ham bor. O lazer xizmatimizdan foydalanishadi. Ularda o'zi misol o'sha darvoza xizmatlari bormi yo'q? Ular endi xudo xolasa endi ustalar bilan ashtaga ishlaymiz. Sizlar qayerdadir ziborka bo'ladigan joy shartdami yo boshqa joyda beriladimi? Ziborka bo'ladigan joy asosan xonadonni o'ziga borib turib, o'sha yerda o'zi yig'amiz, chunki zinapoyalarni uruvinga olib qo'yamizda. Zinapoyalarni. Chunki zinalar uruvinda bo'lmasligi mumkin. Shuning hisobiga o'sha yerda borib, o'sha yerda kesib, bichib
o'sha yerda suvarkalar yig'ib berib kelamiz. Tushunarli. Xo'p, qadrdonlar, eshitmay ko'rdilar, hamma sex o'zlaridan ishlab chiqarish o'zlaridan, mana ichkarida o'zimizni akamizni buni keltirib tanlab, xohlagan mahsulotlarni tanlab olsalar bo'ladi. Eng qizig'i ma'lumot, albatta eng ko'p joydan ko'ra arzon sababi ishlab chiqarish o'zlaringda. O'zimizda. Va bu yonlarda ishlab chiqarish o'zlaridan uchun ancha qolganlarga nisbatan narx-navosi arzon va sifati ham xudo xolasa chiroyli qilib, Xudo xolasa zo'rdan qilib berishadi. Bu ishlab chiqarishimiz asosan taya seriyasi Xitoydan kelib chiqadi. Bu yerda faqat zborka qilib chiqaramiz xolos. Kelib chiqishlari mahsulotlarimiz Xitoyniki. Xitoyliklar ham garantiya bergan, shuning uchun biz ham qo'shma garantiya beramiz. Mahsulotimizga javob beramiz inshaalloh. Endi bu qirmalarda misol qalinligi, yupqasi qanaqasini olgan yaxshi? Endi baribir xaridorlar baribir o'shanisiga qaraydi. Siz qaysini tavsiya qilasiz? Qanaqa olish kerak? Nimaga ahamiyat berish kerak ekan? Turba mahsulotlarimiz 09 ishlatamiz. Profillarimiz ham 09 da bo'ladi, barellardagi. Qalin bo'ladi. Qalin bo'ladi, ha. Unda yupqaroqlari ham bor. Endi aytamiz, qo'yish davomida narx-navo tashinga qarab o'zgaradi. Narx-navosi past-baland bo'laveradi. Past-baland bo'laveradi. Lekin uzoq xizmat qiladigan shu 09 qo'yib beramiz biz. Shunisi uzoq xizmat qiladi. Hozir eng trenddagi chiqayotganlar bo'ladi-yu, misol, hammaga yoqayotgan xalq bor. O'shalar qaysi ekan? Aka, ko'p yoqib turgani mana bunisi. Buni nomi nima deyiladi? Bunisi balasina model deyiladi. Balasina. Katta balasina modelimiz deyiladi. Ikkinchisi moddicha kichikroq balasina modelimiz. Bo'ldi, bunisi. Xo'p, narxi qanaqa bo'ladi bular misol? Aka, bular 390 ming so'mdan boshlanib 390 ming so'm, 410 ming so'mgacha bo'ladi. 410 ming so'mga. Balasinani nimasiga qarab turib o'zgaradi. Katta kishiligiga qarab. Ha, katta kishiligiga qarab o'zgaradi. Keyin yana bitta trenddagi bo'lyapti turgani, bu turetskiy modelimiz bo'ladi. Tepadagilar, tepadagilar. 3 taligi bor, 4 taligi bor. Ha. 220 ming so'mdan boshlanib 245 ming so'mgacha. 245 ming so'mga. Keyin gullilar xohlaganlar uchun gullilari bor. Hop, O'rtasiga gul qo'yiladi. Bular arqon gulli deyiladi. Bu balasina gulli deyiladi. Kimlardir gullilar yoqtirsa, shu gullilarni qilib beramiz. Bular narxi qanaqa? Bular aka 430 ming so'm chiqadi. Bu 400 ming so'm chiqadi. 400 ming so'm 400 ming so'm chiqadi. Keyin arqon modelimiz bor. Bu arqon o'zi bo'ladi. Bu tomonda tepada edi. Faqat arqonni o'zi skromniy deydiganlar uchun. U 320 ming so'm chiqadi aka. Ular asosan ofislarga ham ketadilar. Ha, ko'proq, ha, ofislarga ko'proq oynalilar qilyapmiz. Oynaligilar ham bor. Oynalilarimiz ham bor. Chunki oynamizga zakaz berilgan, ulg'aymadik. Agar qo'shimchalarini xohlasa, odamlar tumbalarimiz ham bor. Tumba mahsulotlarimiz ham bor. Qaranglar, bir-biridan vahshiy ajoyib. Bu ichida turgan bittalar terib chiqamizlar-ku? Ha, bitta-bitta terib chiqiladi. Mana vahshiy boshqacha ekan. Bular qanaqa bo'ladi? Bu ham o'sha tumba, har bitta tumba alohida narx bo'ladimi yo'q? Ha. O'shani ichiga qo'shib yuboradimi yo'q? Yo'q, bular отдельный hisob ketadi. Aka, 8 ga 8 bo'ladi. 8 ga 8. 10 ga 10 nimalari bo'ladi, razmerlari bo'ladi. Bu bagatiroq ekan, to'ptoq. Ha, bu bagati turadi. 350 ming so'mdan boshlab 700 minggacha chiqadi har bir donasi. Qilib beraveramiz. Mana ham shunda tumbami aka? Bu ham tumba, bu nomi klassika deyiladi. Klassika. Premium. Bundan ham chiqarish imkoni bormi? Bundan ham imkoni bor aka. Bularni Xitoyga zakaz berganmiz. Bu bo'sh joylarimizga xudo xolasa endi ashlarni o'rnatamiz. Hammasidan xudoning joylari. Hammasidan bor. Inshaalloh. Tumanlar ham umuman boshqa tepadagilar ham o'zigacha ekan aka. Ha, bular palma gulli deyiladi tepadagilar. Bu o'rtasi gold bo'ladi. Gold tilla rangli bo'ladi. Mana bu atrofi gold bo'ladi, ikki qator profil tortiladi. Bu chekkadagi esa oddiy palma gulli bo'ladi. Bu 450 ming so'm chiqadi. O'rtadagisi 590 ming so'm chiqadi. Mana bu 550 ming so'm chiqadi. 550 ming so'm chiqadi. Bu endi aytayotgan mahsulotlaringiz, bu ustanovka siz bilanmi yo ustanovkadan tashqarimi qanaqa holatda bo'ladi bularni ham aytib o'tsangiz. Bitirganimizdan keyin metr tortamiz. Shundan keyin hisob ketadi. O'rnatib berishi bilan materiali, usta xizmati o'rnatib berishimiz bilan hammasi ichida. Ha, hammasi ichida bo'ladi. Aytayotgan ichida. Xonadon egasi pul sarflamaydi. Pul sarflagan taqdirda ham oxirida hisobdan ayirib qolinadi. Tushunarli. Misol 220 ming dedingizmi, 220 mingdan oshiqcha bo'lmaydi.
Bundan tashqari yana misol shunaqa bilan shug'ullanadigan ustalar ham bo'lishi mumkin. Misol kelsa bular haqida o'zlaring qilib beraverasizlarmi? Misol qaysi desa misol biz o'rnatib olamiz. Material. Hamkorlik qilishmoqchi. Material so'raganlarga xudo xolasa kelishgan holatda qilib beraveramiz. Bular ham Bular aksessuarlarimiz. suollarni Aksessuarlarimiz. tanlashiga qarab kelgankini qilib Ha, beradi. mana shunaqa. Munosib. Buni ko'proq ustalar oladi. Bunaqa holatlar. Bularimiz qanaqa modellar? Bularimiz qattiq balasina deyiladi. Qattiq balasina. Bu qattiq balasina. Bular 500 ming so'm chiqadi aka. Bular 500 ming. Bular 500 ming so'mdan chiqadi. Bular pastdagilar narxini aytmadik aka. Qanaqa model bular? Bular soqqa gulli deyiladi. Soqqa gulli. Ha, bular soqqa gulli. Bular 590 ming so'mdan chiqadi. 590 ming so'mdan chiqadi bular narxlar. Gold qo'shilsa biroz narx ko'tariladi. Goldga qarab turib o'zgaradi. Tillarni yaxshi ko'radigan birodarlarga eslatib qo'yinglar. Tillar vaqt qilmadi. Xo'p, bularni aytdik. Bularimiz nima? Bular ham sotuvdagi narsalarmi aka? Bular ham sotuvdagi narsa firmamizniki. Aha. Bular Bu tok bilan isitiladigan narsa. Katyolni o'rniga ustanovka qilib qo'yishadi. Aha. Tokni ekonom qilib isitib beradigan narsa. Ha, tokda ekonom qilib Ozroq sarf qilib ishlatadi. bu qanday katta joylarga qo'yilishi kerak, qanday joylarga? Endi kvadratiga qarab turib tanlanaveradi. Misol, katyol ham kvadratiga qarab. bor. Ha, buni ham har xillari bor. Bu akamizga o'zlariga aloqa qilsalar, xudo xolasa hammasini chiroyli qilib, to'g'ri qilib kelishligiga holat qilib beradi. Jonli sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.